Burun plyonkaning siqqaninglardan keyin mana shunaqa shampun yoki havo qolib ketgan bo'lsa, vohma qilishga hech qanaqa hojat yo'q. Men hozir sizlarga eng oson yechimini o'rgataman. Qaranglar, nima qilish kerak bo'ladi? Bunaqa paytda qo'lni siqib bo'luvchilar yaxshilab artib tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni nimaga? Hech qatida mana shunaqa shunga o'xshash xatoliklar qolib ketmagan. Bu yoq tarafimizda yaxshi turibdi ko'rayotganinglarda. Mana shu qismimizda shu muammo bo'lgan. Endi nima qilishimiz kerak bo'ladi? Sezayotgan bo'lsangiz, botlarimiz qurigan. Shampun sepib betdan olib chiqishni tavsiya bermayman. Mana bunga o'xshash narsa bo'lib qoladi. Lekin bu bo'lsa ham qurib ketadi, vohma qiladigan joyi. Endi ko'rayotgan bo'lsangiz, направленияda mana butlarimizni ho'lliligi shunday sezilib turibdi. Mana shu yo'nalish bo'yicha olib chiqamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqsa, oxirida like bosishni o'zingizlar bilasizlar. Kanalda shampun sepib oldik. Ya'ni shpatelimizni yaxshi yurishi uchun qo'yamiz. Mana ham ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha normalniy suv bor. Endi aylantiramiz. Mana sekin olib chiqib ketamiz. Mana aytganimdek, hali qurimagan bu yerda shampunlarimiz bemalol olib chiqib ketishda muammo yo'q. Agar chet qismi qotib qolgan bo'lsa, qirrada, mana ko'rayotganinglardek qolib ketgan. Buni nima qilasizlar? Mana ham qismni bitta ko'tarasizlar va shu yo'nalish bo'yicha olib chiqib tashlaysizlar. Endi natijani hozir sizlar bilan bitta tekshiramiz. Ko'rayotganinglardek natijamizda ideal holatga keldi. Hech qayerda shampun havo qolib ketmadi va shoklaring kila o'ynashlar degan narsa yo'q. Qurigandan keyin xudo xolasa muammo yo'q. Mijozga chiroyli qaltirib topshirib olasizlar.